Bu animeni ko'rmaganlar iltimos hoziroq ko'ringlar. Anime yosh bolalar multigi deydilar, shu videoni yuborib qo'yinglar. Yeslar shu gapinglarga. Jujutsu Kaisen, ya'ni jodugarlar jangi. Bu oddiy anime emas. Animatsiyasi dahshat, syujet shunchaki to'p. Reytinglarda ham yorvorgan. Har bitta sezon bittadan personajda ochiqlab beradi. Alohida personajlarga ham shunaqangi zo'r urg'u berilgan. Fanatlik qilmoqchi bo'lganlar ham uni xarakteridan kelib chiqib rostdan fanat bo'ladi. Allaqachon ko'rganlar bo'lsa, mana qaysi personajga fanatlik qilishimni bilib oldi. Anime 0-qismdan boshlanadi. 0-qismning bosh qahramoni Yuta. To'liq film davomida juda ham zo'r ochib berilgan va birinchi sezonda esa Itadori Yuji. Itadori ham juda ham ajoyib personaj. U yosh va ichida konfliktlari bor. Xuddi hozirgi yoshlarga o'xshab. Ikkinchi sezonda esa Gojo Satoru va keyingi sezonlarda ham xuddi mana shunday davom etadi. Toji fanatlari bo'lsa ham izohlarda yozib qoldilar. Xullas, bu animeni ko'rishinglar shart. Animeni qatdan ko'ramiz deyotgan bo'lsalar, TVcon degan dastur bor. Bu dasturga kirasizlar va oylik obuna sotib olib, o'zingizlar xohlagan animelaringni va xohlagan filmlarni ko'rsanglar bo'ladi. Xohlasanglar o'zbekcha, xohlasanglar ruscha. Xullas, animeni ko'rib olib yoki ko'rib bo'lganlar izohlarda o'zingizlarga yoqtirgan personajlarni yozib qoldiringlar. Va sizlarga ham mana shu kabi kiyimlar yoki figurkalar kerak bo'lsa, Figurkozga obuna bo'linglar.